هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Enbiya tefsiri 1. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi Dehtanlağa İbn Kesir Rahimullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygur tercümesi Enbiya suresi 1. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Enbiya suresi Mekke'de nazil bolgan 112 ayet. Bu surenin fazileti. İmam Bukhari Abdurrahman İbni Yazid'den Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anhu'nun mundaq deganligini rivayet qildi. İsra, Kaf, Meryem, Taha ve Enbiya sureleri ulug'liqda oldin qator turdigan ve men eng avval o'rgangan surelerdir. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Kişilerge ularning amallaridan hesap elinadigan vaqt, yani qiyomat yaqinlashdi. Halbuki ular g'aflatdadir. Qiyomat to'g'riliq o'yinishdan yuz o'rmakdidir. Ularga Rabbi tarafidan Qur'onda yangi va'zi nasihat nozil bo'lsa, ular uningga masxir qilgan holda quloq solishidi. Ularning dillari Allohning kalomidan g'aflatdadir. Kofirlar o'zaro bu, yani Muhammad alayhissalom faqat sizlarga o'xshash oddiy bir inson. Sizlar sehrni ko'rib turib uni qabul qilamsizlar deb yoshurun so'zlashidi. Payg'ambar aytdi: Rabbim osmon zaminda aytilgan so'zlarni bilib turdi. Allah so'zlaringlarni anglab turg'uchidir. Ahvolinglarni bilib turg'uchidir. Kafirlar Qur'on sehrdir debli qalmasdan, belki o Muhammadning qalaymiqan tushlaridir, belki uni o'zi o'ydirib chiqargandir, belki o shoirdir. İlgirki payg'ambarlarga o'xshash bizga birer mo'jiza keltirsin deyishdi. Ulardan ilgari biz halok qilgan shaharlardan, yani aholisidan hech qaysisi iymon etmagan tursa, mo'jizalarni ko'rsatsak, ular iymon etamdi. Qiyomat nihoyatda yaqinlashib qolgan bo'lsa-mu, kishilarning uningdan bexud yurayotganligi. Allah Teala qiyomat kunining nihoyatda yaqinlashib qolganligini, lekin kishilarning uning uchun tayyorliqsiz bexud yurayotganligidan ogohlantirib mundaq dedi: kishilarga ularning amallaridan hisob elinadigan vaqt, yani qiyomat yaqinlashdi. Halbuki ular g'aflatdadir. Qiyomat to'g'riliq o'ylanishdan yuz o'rmakdadir. Nasa'i Abu Sa'id'den Peygamber Aleyhisselam'ның qiyomat to'g'riliq o'ylanishdan yuz o'rmakdadir degan oyatning ma'nosi haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ular bu dunyoda qiyomat kuniga tayyorlik qilishdan bexud yurguchilar ham u vaqtda o'ylanishdan yuz o'rguchilardir. Allah Teala qiyomatning cho'qim bo'ladiganligi haqida mundaq dedi: Allah'ның fermani, yani qiyomat cho'qim keldi. Uningga aldirab ketmanglar. Qiyomat yaqinlashdi. Ay yerildi. Quraysh kuffarlari birer mo'jizani ko'rsala iymondan yuz o'rib, bu davomlashquchi sehrdir deyishdi.
Ondan Allah Taala Quraysh ve başka kafirlarning Allah Taalaning payg'ambarga tushirgan vahiysiga, ya'ni Qur'onga quloq solmaydiganligidan xabar berib mundaq dedi. Ularga Rabbi tarafidan Qur'onda yangi va'z nasihat nozil bo'lsa, ular uningga masxir qilgan holda quloq solishdi. Ularning dillari Allohning kalomidan g'aflatdadir. İbn Abbas radiyallahu anhuma Qur'onning yangi va'z nasihatlarni o'z ichiga olgan bir kitob ekanligi to'g'risida mundaq dedi. Ahli kitoblarning qo'llaridagi kitoblar kam ziyoda qilinib, o'zgartirilib ketgan bo'lsa, sizlar nimishqa hukm so'raysizlar? Sizlarning kitobinglar Qur'on yangi va'z nasihatlarni o'z ichiga olgan. Alloh taolaning kitoblari ichida eng yaqinda tushirilgan kitobdir. Sizlar uni hech qanday o'zgartirish kirgizilmagan holda o'qiysizlar. Buni Imom Buxoriy mo shuningga o'xshash rivoyat qildi. Kafirlar o'zaro bu, ya'ni Muhammad alayhissalom faqat sizlarga o'xshash oddiy bir inson. Sizlar sehrni ko'rib turib uni qabul qilamsizlar deb yoshirin so'zlashidi. Payg'ambar alayhissalom o'zlariga o'xshash odam bo'lganligi uchun ular bizga kelmagan vahiy qandoq bo'lib uningga kelib qoldi deb payg'ambar alayhissalomning haqiqiy payg'ambar ekanligiga shak qilishdi. Shunga ular buni bir sehrgarlik deb o'ylab mundaq dedi. Sizlar sehrni ko'rib turib uni qabul qilamsizlar? Ya'ni sizlar uningga ergishamsizlar? Sehr qilgan kishi bilan o'xshash bo'lamsizlar? Ularga berilgan javob bundoq bo'ldi. Payg'ambar aytdi: Rabbim osmon zaminda aytilgan so'zlarni bilib turdi. Ya'ni hech qanday narsa uningga yoshirin bo'lmaydigan zot Alloh osmon zamindagi har qanday so'zni bilib turdi. Allah burunqi va keyingilarning xabarlarini o'z ichiga olgan bu Qur'onni tushirdi. Allohdan boshqa birisi bu Qur'onning o'qishini keltira olmaydi. Allah so'zlaringlarni anglab turg'ichidir. Ahvolinglarni bilib turg'ichidir. Bu ularga selingan qattiq bir tahdiddir. Kafirlarning Qur'on ve Peygamber aleyhisselam to'g'risida aytganlari mo'jizalarni talab qilishi ve ularga berilgan raddiya. Allah Taala kafirlarning Qur'onni gahi sehr, gahi she'r, gahi Muhammadning qalaymiqan tushları, gahi uning tarafidan to'qib chiqarilgan bir kitob deb bu vaqtda qaymoqib uningga bergan baholarida ixtilof qilishib qolganligidan va ularning tarsaliqidan xabar berib mundaq deydi. Kafirlar Qur'on sehrdir deb qolmasdan, balki u Muhammadning qalaymiqan tushlaridir, balki uni o'zi o'ydirib chiqargandir, balki u shoirdir. Allah Taala ularning Peygamber aleyhisselam haqqida bu so'zlarni qilganligini bayon qilib mundaq dedi. Ularning sening to'g'rangda birdam sehrgar, birdam shoir va birdam majnun degandek nurg'un misollarni keltirganligiga qaragan. Ular mushundoq bo'htonlarni chaplash bilan ozdi. Ular hidoyatga yo'l topolmaydi. Ondan ular Peygamber aleyhisselamdan Salih, Musa ve İsa aleyhisselamlarning mo'jizalariga o'xshash bir mo'jiza keltirishni talab qilib mundaq dedi. İlgirki payg'ambarlarga o'xshash bizga birer mo'jiza keltirsin. Allah Taala ularning talab qilgan mo'jizalarni keltirmaganligining sababini bayon qilib mundaq dedi.
Quraysh mushriklari talab qilgan mo'jizalarni maydonga keltirmasligimiz faqat burunqilar, ya'ni ilgiriki ummatlarning mo'jizalarni yolg'onga chiqarganligi uchundir. Bularmu burunqilarga o'xshash talab qilgan mo'jizalarni keltirib bersa, uningga iymon etmaydiganligi uchun Alloh taolo mundaq dedi. Ulardan ilgari biz halok qilgan shaharlardan, ya'ni aholisidan hech qaysisi iymon etmagan bo'lsa, mo'jizalarni ko'rsatsak, ular iymon etamdi. Ya'ni biz payg'ambarlarni avatgan shaharlardan birasiga ularning payg'ambarlari orqali biror mo'jizani bersak, ular u mo'jizaga ishonmasdan uni inkor qildi. Shuning bilan biz ularning mushunda qilganligi uchun ularni halok qildik. Ular iymon etmagan yerda bular mo'jizalarni ko'rgan taqdirdami, hargiz iymon etmaydi. Balki sen ularga bütün mo'jizalarni ko'rsatgan taqdirdami, qattiq azobni ko'rmagicha ular hargiz iymon etmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Shubhisizki Rabbingning la'natiga tegishli bo'lganlar iymon etmaydi. Ularga bütün mo'jizalar ko'rsatilgan taqdirdami, qattiq azobni ko'rmagicha iymon etmaydi. Ya'ni ular burunqi payg'ambarlarga berilgan mo'jizalardan katta, uchuq, ro'shan va keskin mo'jizalarni payg'ambar alayhisalomning qo'lida ko'rgan taqdirdami, hatto azobni ko'rmagicha iymon etmaydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, senden ilgari farishtalarni emas, faqat insonlarni payg'ambar qilib avatdik. Agar buni bilmasanglar, ahli ilmidan, ya'ni Tavrat, İncillarni biladiganlardan so'ranglar. Payg'ambarlarni tamoq yemaydigan jasad qilganimiz yo'q. Ya'ni ular barliq kishilarga o'xshash yeydi, ichidi. Hamda ular dunyoda o'lmay mangu qoladigan bo'g'ini yo'q. Ya'ni ularmu barliq kishilarga o'xshash vafot bo'ladi. Andan ularga yordam berish, ularni inkor qilganlarni halok qilishdan iborat va'dimizni rost qilib berdik. Ularni va biz xohlaganlarni qutqizdik. Kufrida va gumrohlikda haddidan oshganlarni halok qildik. Payg'ambarlarning insonlardan ekanligi. Alloh taolo payg'ambarlarning odam bolalari ichidan avatilganligini inkor qilganlarga raddiya berib mundaq dedi. Biz sendan ilgari faqat shahar aholisidan bo'lgan erlarni payg'ambar qilib ularga vahiy qildik. Alloh taolo bu to'g'risida yana mundaq dedi. Aytqinki, men Alloh insonlarni tavhidga da'vat qilish uchun avatgan tunji payg'ambar emasman. Alloh taolo ilgiriki ummatlarning insonlardan kelgan payg'ambarlarni inkor qilganligidan xabar berib mundaq dedi. Ular inson bizni hidoyat qila olamdi dedi. Agar buni bilmasanglar, ahli ilmidan, ya'ni Tavrat, İncillarni biladiganlardan so'ranglar. Ya'ni sizlar Yahudi, Xristian va boshqa toifadagilarning ichidagi bilimlik odamlardan payg'ambarlar insonlar ichidan avatilganmi yoki farishtalar ichidan avatilganmi deb so'ranglar. Amaliyotda payg'ambarlar insonlardandir. Payg'ambarlarning insonlardan bo'lishi Alloh taoloning bandalarga bergan bir ne'matidir. Chunki kishilar o'zlarining tipidan bo'lgan payg'ambarlardan masalalarni so'rab, hukmlarni elish imkoniyatiga erisha oladi. Payg'ambarlarni tamoq yemaydigan jasad qilganimiz yo'q. Ya'ni ular barliq kishilarga o'xshash yeydi, ichidi.
Allah Taala payg'ambarlarningmi boshqa insonlarga o'xshash yeb ichadiganligi, bozorlarga kirib bir narsa setib oldiganligi to'g'risida mundoq dedi. Biz sendan ilgari avatgan payg'ambarlarning hammasilar albatta tamoq yeydi, bozorlarda minib yuratdi. Payg'ambarlarning yeb ichishi Allah Taalaning bozorlarda biz tamoq yegandek, tamoq yeydigan, biz mongandek minib yuradigan bu qandoq payg'ambar? Onun bilan birga ogohlantiruvchi bo'lish uchun Allah onunga nemishqa bir farishta avatmidi? Ya onunga bir xazina berilmidi? Ya onunga meyvelerini yeydigan bir bog' berilmidi? Zalimlar, ya'ni kafirlar, sizlar faqat sehrlangan bir odamga ergishyapsizlar degan oyatidagi kafirlarning gumon qilganidek payg'ambarlarga hech qanday bir daxlisi bo'lmaydi. Hem de ula dünyada ölmey mengü kalıdığan boğunu yok. Yani ulamı barlıq kişilerge okşaş vefat buludu. Allah Teala bu vakti mındak dedi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senden ilgiri insanlardan hiç kişini mengü yaşatkanımız yok. Yani senden ilgiri kelgen peygamberlerini mengü yaşatkanımız yok. Ulanın vazifesi fakat periştiler Allah Taala tarafından elip düşken hüküm bilen kişiler arasında hüküm kılıp ulanı yaxşı işqi buyurup yaman iştin tosuştan ibarettir. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Andın ulağı yardım beriş, ulanı inkar kıyganlarını halak kılıştan ibaret vaadimizni rast kılıp berdik. Şuna Allah Taala mındak dedi. Ulanı ve biz xalıganlarını qutqizdik. Yani peygamberlerge ergeçken müminlerini qutqizdik. Küfrda ve gümrahlıkta haddidan aşıqçılarını halak kıldık. Yani peygamber elip kelgen haqni inkar qilgıçılarını halak kıldık. Sizlerning şan şerifinglarni öz ichiga olgan kitobni, ya'ni Qur'onni sizlarga haqiqatan nozil qilib berdik. Buni tushunmamsizlar? Biz aholisi kuffar bo'lgan nurg'un shaharlarni halok qildik. Ulardan keyin o'rniga boshqa qavmni paydo qildik. Ular bizning azobimizning kelganligini his qilgan chaqda ushtum tutqachidi. Farishtalar ularga masxir qilib aytdi. Qaşmanglar, bayasha turmuşinglarga, turalgı joyinglarga qaytinglar. Sizlardan muhim ishlarni maslahat so'ralishi mumkin. Ular, voy isit, haqiqatan biz zolim bo'libdik, deyishdi. Ularni o'rilgan ziroatdek halok qilib, jonlarini olganimizga qadar ular yuqorqi faryodni takrorlab turdi. Qur'onning fazilati. Allah Teala Qur'onning sharaflik bir kitob ekanligiga ishorat qilib va uning qadrini tushunishga rag'batlantirib mundoq dedi. Sizlarning shon sharifinglarni o'z ichiga olgan kitobni, ya'ni Qur'onni sizlarga haqiqatan nozil qilib berdik. İbn Abbas radhiyallohu anhuma bu oyatning ma'nosi haqida yuqorqi o'xshash dedi. Buni tushunmamsizlar? Yani bu ne'matni tushunib uni qabul qilmamsizlar? Allah Taala Qur'onning payg'ambar alayhissalom va uning ummati uchun sharaf ekanligi to'g'risida mundoq dedi. Qur'on sana va sening qavmingga albatta ulug' sharafdir. Sizlar kelgusida bu ne'mat ustida so'ralisizlar. Zalimlarning qandoq halok qilindiganligi. Allah Teala burun iman keltirgili unumağan, nurg'unlagan aholilarni halok qilib, yo'qitib etganligidan xabar berib mundoq dedi. Biz aholisi kuffar bo'lgan nurg'un shaharlarni halok qildik.
Nuhdan keyin payg'ambarlarni inkor qilgan nurg'un ummatlarni halok qildik. Nurg'un shahar aholilari zolim bo'lganliklari uchun shaharning uylarining o'gizlari o'rilib, üstiga tomlari yıkılgan nurg'un tashlandiq quduqlar va egiz imoratlar aholisiz qolgan. Ulardan keyin o'rniga boshqa qavmni paydo qildik. Ular bizning azobimizning kelganligini his qilgan chaqda ushtum tutqachidi. Ya'ni ular payg'ambarlar ularga va'da qilganidek azobning cho'qim keladiganligini tunib yetgan vaqtida ushtum tutqachidi. Farishtalar ularga masxara qilib aytdi: "Qaşmanglar, bayashat turmushinglarga, turalg'u joyinglarga qaytinglar." Ya'ni ularni masxara qilib, kamsitish yuzasidan, azobning tushishidan qaşmanglar. Sizlar burunqi bayashat, ko'ngillik turmushinglarga va esil turalg'u joyinglarga qaytinglar deyildi. Sizlardan muhim ishlarda maslahat so'ralishi mumkin. Ya'ni sizlar berilgan ne'matlarga shukr qilmaganliginglardan so'ralishinglar mumkin. Ular voy eset, haqiqatan biz zolim bo'libdik deyishdi. Ya'ni ular o'zlariga hech narsa foyda elib kelolmaydigan vaqtda o'zlarining gunohlarini tonishdi. Ularni o'rilgan ziroatdek halok qilib, jonlarini olganimizga qadar ular yuqori qilib faryodini takrorlab turdi. Ya'ni toki biz ularni o'rib yotqizib etilgan ziroatdek halok qilib, ularning harakat va ovozlari to'xtaganiga qadar ular o'zlarining gunohlarini e'tirof qilishgan yuqoridagi faryodini takrorlab turdi. Elhamdülillah, Allah şükürler olsun. Yuqorida Anbiya suresi tafsiridan 15. oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.